Salınan mektepte 10 minut ögep atkan kalganda mektepin aldın ötken jükmese yatkan şoförler çip tapşırık şakkan mektep okşaydı. O'quvchi mashina dalga qachirishni qaysi vaqt tugunib bo'ldi? O'quvchi shu 4 kun tugunib bo'ldi dalga qachirishni. Bizning maktabda 10 minutlar mechirib qoldimda. O'quvchi butun maydonga qaysi vaqt chiqdi? O'quvchi butun maydondasini shu bir haftadan bo'lganda. Bizning maktabda 1 soatlam chiqib qoldimi da butun maydonga? Axir probamni oldim-da. O'quvchi kinishkini qaysi vaqt topib qoldi? Qiz olma? Ha. Qiz etgan tizim qoldigan maktabda. Bizning Umid Sho'broq maktabini salchab qapsilasizlar. Men maktabdan sharoitda shunday yaxshi qilanlar. Afzallik bek yaxshi. Tushlik tomoq haqsiz. O'quvchilar yoz vaqti bo'lsa aplab qilmaydi. Mashqni, 3-tur mashqni imtihon maydonining o'zliqida. Mashq qilishga opirib eklash maktabdan haqsiz. Tushlik tomoq bor, motopravashmi bor, moto mashq maydoni bor yerda. O'quvchilar shunda zirk qilmay mashq qilib yerda. Bundan so'ng ixma 2-7-sinfga o'rlashtirgan fayti bor. Men sho'jang to'layman, sho'jang dapasam. Ana sho'jang reklam. Mana bizning maktabda sho'jang bor shu an. 2-7-sinfga o'rlashtirgan fayti dapasa. 2-7-sinflar mushu hozir faoliyat mezgili tizimlatgan o'quvchilarga maktabda adabiyy san'at faoliyati qilib, tuxum chaqizish faoliyatiga qatnashtiramiz. Bu faoliyatni alayda mehmon sifatida taklif qilamiz. Faoliyat adil elib berildi. Buning mukofoti 1-darajalik mukofot, haqsiz prava. 2-darajalik mukofot qo'shtasliq kiralg'o. 3-darajalikka qo'shan, 4-darajalikka to'qazan, mifengo degandek, to'qchaynak degandek suvatli buyum bor. Mukofot chiqish nisbati 100% quruq chek chiqmaydi. Rahmat chiqmaydi. Rahmat chiqmaydi. O'qish haqqi necha bor? O'qish haqqi necha vaqtingizni 2280 koy tizimlagan. Hozir mana bar bayrami chaqani kutilish uchun o'qish pulini 2280 koy o'qish pulini 1880 koyga tushadi. Buning tizim qolish uchun oldin necha pul to'laydi? Buning tizim olish uchun tövbe 200 koydan 500 koygacha topshiriq vaqti bo'ldi. 200 koy to'lash haqi tizim qolaydi shunday. Bo'ldi. Men maktabning o'rnini telefon nomeringizni aniq davating. Maktabning o'rni Egachi bozori paxta zavodining udulidagi kon yog' zavodining ichida, ya'ni o'sha Salom markaz zalining keyingi tarafida. Umid Sho'broq maktabi. Umid Sho'broq maktabi. Telefon nomerimiz 193 28 50 99 84. Mush nomer bilan aloqalashib tizimlatasiz. Salınan maktabda 10 minut ögep atkan kalganda mektepin aldın ötken jükmese yatkan şoförler çip tapşırık şakkan mektep okşaydı. Kasbamı hocam, kasbamı